Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan sarmoya tarzida pul ushlab boramiz do'stlar. Bu bot havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olib ishlab borsangiz bo'ladi do'stlar. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga sarmoya videolar chiqarib boraman. Qarang, biz bu yerda misol uchun turli xil ho'l mevalar bor. Mana shu ho'l mevalar ustiga bosib, misol uchun biz pul ushlab boramiz. Qarang. Bu yerda mana bu tugma ham bor. Shu tugmani bosib ham misol uchun faollashtirib qo'ysa ham bo'ladi. Keling, hozir sizlar bilan mana shu tugmani bosib, misol uchun bunda biz hozir restart degan tugmani bosib energiya to'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir energiya ham to'ldirib ishlaymiz. Do'stlar, endi misol uchun mana turli xil ho'l mevalar bor. Shular ustiga misol uchun bosib biz pul ushlab boramiz. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun mana shu ustiga bosib olib pul ushlab borsangiz bo'ladi. Qarang, keyin bu yerda misol uchun yig'ilgan mana bu tangalar bor. Bu tangalarni misol uchun almashtirib ham olsa bo'ladi. Buni almashtirishni ham sizlarga video davomida ko'rsataman. Qarang, ungacha mana saytda bonus bo'lim bor. Bonus bo'limga o'tadigan bo'lsak, misol uchun biz har kunlik kirganimiz uchun bizga mana shu saytda ichki pul birligidan beriladi ekan. Bularni ham misol uchun ko'rib olib tanishsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda do'stlar top 10 tarixni ko'rsak bo'ladi. Misol uchun top 10 tarixda kimlar bor? Bularni ham bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar, yana mana bu energiya bo'limi bor. Asosiy bo'lim. Keling, hozir sizlar bilan asosiy bo'limga o'tamiz. Va bu yerdan misol uchun shu mevalar ustiga bosib misol uchun biz pul ishlab borsak bo'ladi. Ishlab borasizlar do'stlar. Hammasi oson. Shunday vaqt ketkazib. Keyin qarang. Hozir hamma bo'limini tashkil etaman. Bu yerda mana bu yerda referalniy bo'lim bor. Referalniy bo'limda misol uchun mana referalniy havolamizni solib olgan holatda do'stlarimizni ham taklif qilsak bo'ladi. Hozir mana referalniy havolamni nusxalab olaman. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Mana bu bo'limga o'tadigan bo'lsak, misol uchun turli xil ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ladigan bo'lsak, bizga misol uchun 100 ta energiya beradi. Bu energiya ham bizga kerak bo'ladi. Hammasini misol uchun bajarib olsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar, mana bu bo'limga o'tadigan bo'lsak, mana shu joyda biz pul yechish bo'lim bor. Ya'ni mana shu joydan biz Payer hamyonimizga misol uchun pullarni bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, mana bu joyga o'zingizda misol uchun Payer hamyoningiz, ya'ni Payer raqamini yozasiz va necha pul chiqarmoqchisiz. Do'stlar, va necha pul chiqarmoqchisiz yozasiz. Misol uchun sizning hisobingizda qancha bo'lgan bo'lsa, shuni misol uchun yozasiz. Bu yerda mana do'stlar, misol uchun 5000 ta mana bu pul birligi yig'adigan bo'lsak, bu 5 rubl bo'ladi ekan. Agar 10 ta yig'adigan bo'lsangiz, sizlarga 10 rubl bo'ladi ekan. Yig'ilgan pullaringizni misol uchun avtomatik ustiga bosib chiqarib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, bemalol sarmoya ishlasangiz bo'ladi. Bu sarmoya ishlash uchun mana shu bot havolasini video tagida qoldiraman. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Keyin mana bombalarni bosmaslik kerak. Bosadigan bo'lsangiz, sizlarda misol uchun mana bu tangalar kamayadi. Mana ustiga bosib do'stlar, misol uchun ishlab borasiz. Qiyin emas. Mana do'stlar, ustiga bosib misol uchun mana yig'ib boraverasizlar. Do'stlar, hammaga omad. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.